Sog'lom hammaga yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Biz lecheniani boshladik. Mana tishimni rezinka qilib qo'yishibdi ekan. Mana tishimni rengini. Mana stomatologlar tushunishadi, eringlab ketgan ekan. Nima bo'lgan ekan, eringlaganmi? Mana bu doktorimizni shogirdlari hozir aytib beradi. Aytingchi, nima bo'lgan tishlari? Bitta tishlari yeringlagan, esa boshqa ozgina oldingi tishlarda plaxoy gigiyena bo'lgani uchun ozgina tosh yig'ilib, periodontalniy svязкаларdan bashirni bo'lib, shu yerdan ovqat qoldirib kirib, ozgina tagiga yig'ilib qolgan ekan. Hozir shuni hammasini tozalab, xohlasa padansiya, bronxal og'riq cho'sib qilmaydi. Hammasini to'g'rilaymiz, xohlasa. Ana. Hozir ikkita opa kirib kelibdilar. Meni oldindan TikTokdan kuzatib yurgan ekanlar, ruskiy kontentlarimni ham. Qizim, sizni yaxshi ko'raman, oldindan kuzataman. Hozir qidirib kelibdilar mana shu yerdan. Tashqarida o'tirishibdi mashinada. Meni uyimga, mana shu yerda uylari bor ekan, 3 xonali. Bitta xonasini beraman kaliti bilan birga. Xohlagan paytingiz chiqib, xohlagan paytingiz kirib, yeb ichishingiz hammasi o'zimdan. Menikida yashab, shu tishingizni davolab, keyin zalingizga ham chiqib kelaverasiz deb kelibdilar. Hozir ko'chaga chiqsam, opa bilan ko'rishtiraman sizlarni. Duoda bo'lib turinglar. Ozgina hozir qiladigan ishimiz bor. Keyin chiqamiz ko'chaga. Rahmat hammaga. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hozir ko'chaga chiqib opani ko'rsataman. Opa sopami? Do'stlar, vaqtingizdan beraman. Hozir qo'shilgan. Qo'shildi, menga Sen keldim. Afaqmiz. Voy, boshqa pasyentlar esa bunga menda to'g'ri boshlanadi. Bu shunday qilib qo'ydi. Bu kerak emas. Keyin o'zim Qo'polab baqu. Faqat просто. Вот это. Только на пакете мать полная. Хорошо, через. Ставим его. Mana shu opa kelibdilar, aytdim sizlarga, ikkita opa kelishibdi, meni ko'rganida rahmat opa, Alloh rozi bo'lsin. Qanday topdingiz meni? Sizni necha yillardan beri kuzataman, Zarinaga sizni juda ham yaxshi ko'raman, lekin bilmaganman o'zbekchaligingizni. Juda ham yaxshi ko'rardim. Yaqinda bildim o'zbekchaligingizni, shuni Hamma bildi yaqinda. Ha, hamma qatori, lekin davno kuzataman, yaxshi taniyman. Hali ham ishga lablarim ukoldan ta'siridan, Bodex. Askarjon o'g'limi o'rtog'i, kursdosh bilan olib kelganini ko'rib, shunaqa ko'zlarini o'tib chiqdi sizni ko'rib. Sraz boqa telefon qildim. Askarjon, Polvon Oydijon o'g'limni o'rtog'imni onasi, Furqat akamni onalari.